Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Xo'p, bu sotuvdagi mashinamizni ta'mirlayotgandik. Eslaringizda bo'lsa, efirda ko'rsatganman hammaga. Oldingi ahvoli qanaqa edi, hammangiz bilasizlar. Mana stollari ham yaxshi. Motorlari ham yaxshisidan qo'yib berdik. Mashinani ham ahvolini ko'rganmizlar. Qanaqa holatda edi? Mana hozir hamma joyi top-toza. Buni ximchitka qilib, yuvib, chiroyli qildik. Ovozlari ham past, ishlashlari ham zo'r. Yangi mashina. Hozir buni ishlatib ham ko'rsataman. Xo'p, iplarini o'tkazib qo'yganman. Ishlatib ko'rsak bo'ldi. Bu o'rganish uchun sekin оборотda, aslida mana bu o'rtacha оборотda zakaz tikiladi. Hozir buni olayotgan odam endi o'rganadilar, shu uchun sekin оборотga qo'ydik. Tikishlarini zakaz tikadigan qilib berganmiz. Xohlagan iplarini tiksalar bo'ladi. Mashinaning ovozi ham past. Tikishlari ham zo'r. Buni yana regrovkalari bor. Mana bu yoqdan qadamini uzun kalta qilsa bo'ladi. Tagidan mana bu dastak orqali zarni bo'shatib yoki qisib regrovka qilsa bo'ladi. Nasib bo'lsa yaxshi ishlab beradi. Olgan odam baraka topsin. Xizmatini qiladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, biza xizmatda bemalol telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa, yangi qilib zo'r tayyorlab beramiz.